Sherzod aka, mana biz hozir Olmaliqqa keldik. Mana shunaqa hashamdor rechniy potolklarni o'rnatib ketishibdi. O'zimiz bolalar endi Gipsayt kompaniyasi. To'g'ri, mehmonxonaga emas, kafe bo'lar ekan, xudo xolasa mehmonxona yaxshi, juda ham hashamdor, yangi ochilgan mehmonxona. Kafeni ham mana hozir ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Chotki bo'lib, ham rechniy potolka po'latdan yasalgan, mokriy asfalt rangli rechniy potolkalarni o'rnatib ketdi. Bularni kim tanladi bu ranglarini uyg'unlashtirishni? Biza dizaynerni ham juda ham testni ishlab tanlab oldik. Chotki chiqdi, zamonaviy chiqdi. Necha kunda bitdi? 100 kvadrat metr maydon atigi bir kunda bitdi. Aziz do'stlar, agar sizlarga ham Armstrong rechniy yoki Grilato kerak bo'lsa, mana shunaqa hashamdor rechniy potolkalarni o'rnatmoqchi bo'lsanglar, hoziroq bizga shaxsiy xabar jo'nating, maslahatlashib olamiz. Albatta. O'zimiz boramiz, o'zimiz o'lchaymiz. Bu qanaqa xolisona xizmat, to'g'rimi? Albatta. Viloyatlarga ham chiqib borib kelishimiz mumkin. Maslahatlashib olamiz, yozinglar. Yuring, boshqa joylarni ham ko'rsatib kelaman.